ozgina uxlab turib ham tetik uyg'onib ketishingiz mumkin. Lekin ba'zida bo'ladi-yu, ko'p uxlaysiz lekin boshingiz garang, uxlamagandek uyg'onasiz-ku. Buni sababini olimlar aniqlashgan. Shu narsani qo'llagan odamlarda albatta o'zgarish bo'ladi. Odamni uyqu vaqti qancha bo'lishi kerak degan savollar juda ham ko'p bo'ladi. Bu bo'yicha juda ham yirik tadqiqotlar o'tkazilgan. Shunchaki tajriba emas. Bu tadqiqot juda katta narsa, juda ham keng qamrovli bo'ladi. Shunda aniq bo'lganki, 6 soatdan kam uxlaydiganlar va 9 soatdan ko'p uxlaydiganlarda insultga chalinish xavfi bir necha barobarga ortib ketgan. Shuning uchun ham olimlar shu xulosaga kelganki, ya'ni norma bu 6 soatdan kam bo'lmagan va 9 soatdan ko'p bo'lmagan uyqu. Mana shu norma hisoblanadi. Uxlash texnikasi shunaqa bo'lishi kerakki, bu texnikani yaratishda Oxford universitetining olimlari va talabalari birgalikda qilishgan. Bu tajribani qilib, o'zlari aniqlagandan keyin juda ham o'sha vaqtda shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Mana shu tajriba, mana shu tadqiqot. Odamlar keyin tushunganda, ha, demak shuning uchun ekanda degan fikrga, shuning uchun ekanda degan xulosaga kelishgan. Bu qanaqa xulosa? Masalan, siz ozgina uxlab turib ham tetik uyg'onib ketishingiz mumkin. Lekin ba'zida bo'ladi-yu, ko'p uxlaysiz lekin boshingiz garang, bir uxlamagandek uyg'onasiz-ku. Buni sababini olimlar aniqlashgan. Shu narsani qo'llagan odamlarda albatta o'zgarish bo'ladi. Demak, qanaqa bo'lish kerak? Bizda gipofiz bezi bor, bosh miyamizda. Deyarli barcha bizdagi endokrin a'zo bor-ku, mana bezlarimiz bor. Shularni dirijori hisoblanadi. Gipofiz bez, ya'ni shularni boshqaradigan bez hisoblanadi. Mana shu bezni o'zini fazalari bor. 5 ta fazasi bor. Mana shu 5 ta fazasini bosib o'tishi uchun 90 daqiqa vaqt kerak ekan. Ya'ni gipofiz bezini o'sha 5 ta fazasini to'liq aylanib chiqish uchun, sikl to'liq aylanib chiqish uchun 90 daqiqa vaqt kerak. Agar siz uxlab, roppa-rosa 90 daqiqa turadigan bo'lsangiz, gipofiz bezidagi 5 ta sikl aylanib bo'ladi va siz normada uyg'onishingiz mumkin. Undan keyingi turadigan vaqtingiz 180 daqiqadan keyin bo'lishi kerak. Undan keyin 270, undan keyin 360, undan keyin 450 daqiqa. Demak, siz uxlashdan oldin turadigan vaqtingizni hisoblab olishingiz kerak. Deylik, siz ertalab 6 da uyg'onmoqchisiz. 6 da turishingiz kerak. Hozir soat necha bo'ldi? 9 bo'ldi. Deylik. Siz 10:30 da uxlashingiz kerak degani bu. 10:30 da uxlasangiz 12 gacha bitta 1,5 soat bor va ertalab 6 gacha 4 ta 90 daqiqa bor. 4 ta 1,5 soat bor. Jami 5 marta gipofiz bezi o'zini siklini aylanib chiqyapti degani. Endi buni aksini qilishimiz ham mumkin. Siz turadigan vaqtingiz sizga noma'lum, lekin uxlaydigan vaqtingiz deylik sizga ma'lum. Deylik, siz 10:30 da emas, 11 da yotmoqchisiz. 11:30 da aniq bilasiz, uxlab qolasiz yarim soatdan keyin. Demak, 11:30 dan boshlab 1,5 soatdan qo'shib chiqishingiz kerak budilnik qo'yadigan vaqtni aniqlash uchun. 11:30 ga 1,5 soat qo'shsak necha bo'ladi? Kechasi 1 bo'ladi. Unga yana 1,5 da qo'shsak 2,5 bo'ladi. Yana 1,5 da qo'shsak 4 bo'ladi. Yana 1,5 da qo'shsak 5,5 bo'ladi. Yo siz 5,5 ga budilnik qo'yishingiz kerak yoki 7 ga budilnik qo'yishingiz kerak. Ya'ni uxlagan vaqtdan turadigan vaqtingizda 1,5 soatlik intervallar bo'lishi kerak. O'zi eng optimal uyqu shu 6 bilan 9 ning orasi bo'lishi kerak deb aytdim. Ularni ham o'rtasini oladigan bo'lsak 7,5 soatga to'g'ri keladi. Kam uxlaydigan odam bo'lsangiz yoki bo'lmasa ertalab vaqtli turishingiz kerak bo'lgan, kech keladigan odam bo'lsangiz, bu vaqtni nima qilish mumkin? 6 soat qilish mumkin yoki 4,5 soat qilish mumkin. Va shu bilan birgalikda tushlik vaqtida ham 1,5 soat uxlab olishingiz mumkin. Mana shunda siz mana shu uyqu texnikasiga amal qilgan bo'lasiz. Lekin bu hammaga 100% shu narsa amal qiladi degani emas, lekin siz agar harakat qilsangiz, kechqurungi 11 dan ertalabki 2 gacha bo'lgan vaqtda uxlab olishga harakat qilsangiz, haqiqatan ham organizmda ijobiy o'zgarishlarni sezasiz.